Hammaga salom obunachilar, sizlar bilan Dariusus. Hozir sizlar bilan biz Mobile Legends o'ynaymiz. Qani mashg'ulotga kiramizda. Bosamiz, tanlaymiz. To'xta. Bunga emas, bunga. Menimcha endi mashg'ulot o'ynaymiz. Botlar bilan prosta. Rank o'ynasam bo'ladi. Lekin rank cho'zilgani uchun cho'zilib ketadi, cho'zilib ketadi, video cho'zilib ketadi. Shuning uchun mashg'ulot o'ynaymiz. Mana bu yerga hammasi bor demoqchim yo'q ekan mana bu yerda. Mayli, biz nima qilishimizni bilamizki. Darius gatot olamiz. Mayli, Martis olamiz. 3000 миров. И ни одного достойного противника. Mana shu men uchun kuchli Roy hisoblanadi. Buning ismi Martis. Agarda tezroq obuna bo'lib like bossangiz, men hozir 100 ta obunachidan keyin o'z yuzimni ko'rsataman. Tilimga javob. Tepaga chiqib olamiz va bu kerak emas. Добро пожаловать в Mobile Legends! Boshladik, bismillah. 5 секунд до начала атаки. Задайте им жару. Все отряды отправлены. Kesin. Minyon bilan kesin. Biz jangovar strategiyaga chempionlar. Kasuramiz uchun jangovar strategiyani yana endi keling. Bunga qarshi biz chiqa olamiz. Mobile Legends o'yinchilarning o'tkazib mas'ul qilma. Qayerda deydi? Ne biladi? Bugun